Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush kelibsizlar. Men Muhammad Izzat. Bugun juma. Tövəndəki xabarlarımızın təfsilatı bo'lsin. Xitoy hukumat o'rni 3-oyning 21-kundagi xabarda bildirildi. Xitoy tajovuzchilari yaqin kunlardan buyon Sharqiy Turkistonning har turli qimmatli boyliqlarini shiddat bilan bulanqalan qilishni davomlashtirayotgan bo'lib, o'tgan 2 yilda Xitoyning markaz korxonalari Sharqiy Turkiston rayoni bilan 28 xil hamkorlik kelishimi imzolab, Xitoyning 38 markaz korxonasi bevosita Sharqiy Turkistonga mablag' solgan. Bu korxonalar 199 xil turni yo'l qo'ygan bo'lib, umumiy mablag' sommasi 414 milliard yuandan oshgan. 2022 yildan boshlab Xitoy davlatlik neft shirkati, Xitoy davlatlik elektr to'ri shirkati va Xitoy Huadian guruhi cheklik shirkati qatorliq 75 markaziy korxona Sharqiy Turkistonda tekshirish va hamkorlik kelishimi yapgan. Bunun içinde Xitoy neft ximiya sanoat şirketi ve başka şirketler neft ve tabiiy gaz charlash ve içish, yeşil hidrogen ve yeşil tok qatorliq turlarga 114 milliard yuan mablag' solgan. Xitoy davlat elektr to'ri shirkati, Xitoy Huadian guruhi ve başka şirketler yeni energiya ve energiya saqlash elektr stansiyasi qatorliq turlarga 180 milliard yuan mablag' solgan. Yani onundan başka Xitoy energiya qurilish guruhi cheklik shirkati qatorliq korxonalar aloqa, temir yo'l, tosh yo'l qatorliq ul asla qurilishiga 120 milliard yuan mablag' solgan. Xitoy Huadian guruhi bilan atalmış Xinjiang Leishin energiya cheklik shirkati birlikda Sharq Turkistonning energiyasini Xitoyning ichki o'lkalariga to'shiydigan 3-qanali Tangritog'ning shimoliy etikidagi 6 million 100 ming kilovatlik yangi energiya turini yo'l qo'ygan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi to'rining 21-martdagi xabarda deyilishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Li Jian 20 mart qarorlik axborot e'lon qilish yig'inida Xinjiang televiziya muxbirining xabarlarga qaraganda Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken 18-chesla Seulda o'tkazilgan 3-qatimliq demokratiya rahbarlari boshliqlar yig'inida Amerika Davlat ishlar mahkamasining bultur e'lon qilgan dokladida Xitoy hukumatining milliard dollar xarjlab dunyoning diqqatini burmalash tashviqoti yapganligi, Xitoyning Afrika va Sharqiy Janubiy Osiyodagi yerlik axborot vositalaridan foydalanib, Xitoyni qo'llaydigan nurg'un xabarlarni tarqatadiganligini degan edi. Siz buningga qanday qaraysiz degan savolga Xitoy hukumati Amerika Tashqi ishlar ministri Blinkenning munosabatlik bu so'zga qat'iy noroziligini va qat'iy qarshi turadiganligini bildirdi. Ham Amerikaga qattiq ogohlantirish berdi. Demokratiya boshchilar yig'inidan foydalanib, demokratiya bilan mustabidlikni aralashtirib, muboraklashtirishning o'zi bir yolg'onchilik. Xitoyni yolg'on uchur tarqatish bilan ayblashning o'zi bo'lsa, Xitoy hukumatiga qilingan og'ir haqorat, buning o'zi bir yolg'on uchur. Amaliyotda Amerika dunyodagi eng chong yolg'on uchur tarqatuvchi, dunyo buni aniq ko'rdi deb javob bergan. U yana Xitoyning iqtisodiy muqimlashmoqda va yaxshilanayotdi. Ammo Amerika Xitoyning yemirilish nazariyasi va cho'qqi nazariyasini qiyos qilyapti. Xitoy davlatining bir balvoq bir yo'l tashabbusi har qaysi davlat xalqiga ko'plagan foydalanib keldi. Ammo Amerika atalmış qarz to'zliq farzini o'tirib qo'ydi hamda Xitoy hukumati jamoat fikrini kontrol qiladi deb atadi. Xinjiangning muqim taraqqiyotini ilgari surish siyosiy va tadbirlari Amerika tomonidan majburiy emgak va irqiy qirg'inchilik deb qaralyapti. Amerika Markaziy axborot idorasining mudirini o'z ichiga olgan Amerika siyosiyonlari Amerikaning axborot setilish qatorliq maxfiy vositalar orqali Xitoyga tuhmat choplaganligini bir necha qatim e'tirof qildi. Ular Amerikaning tashkillik va planli holda Xitoy haqida yolg'on uchur tarqatganligini isbotlaydi. Amerikaning planli holda Xitoyga munosabatli yolg'on uchurlarni tarqatishi Amerikaning Xitoyga qarshi bilish jengining muhim vositasi bo'lib qolganligidan darak berdi. Amerika Xitoy haqida o'sak so'zlarni tarqatish, tuhmat choplash va ommani qaymoqtirish uchun ko'plagan tirishchanlik ko'rsatdi. Uning o'xshash yolg'onchilik va suiqasd oxirida Amerikaning o'ziga qaytadi. Bunday qilish davom qilaversa, Amerika xalqaro jamiyatning ishonchidan barg'ancha yiroqlaydi. Hesabda Amerikaning erishadiğini bargan sari nachardan bo'ladi. Keyin bunamni yo'qotish tezki to'xtaydi degan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga emanet.